أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة dedim. Bu bir ayrım bir fasl, yani ayrım bir mezmun, yani yukarıga okşamaydigan ayrım bir mezmuga ait olan bir bölüm deydi. Bunun da gün tutulgan vaxtının üzüde okulgan bir namaz var. Şu namazdaki üstüdeki demek yani o bölümken. Hem de biz kitab-ı salat okuattık yani. Kitab-ı salat okuandaki 5 vaxt namazdaki vakti, onundaki ezan, onundaki qandaq vaqtda o'qiymiz, qandaq vaqtda o'qisak bo'lmaydi. Namazdagi ichki shart va sirtidagi namazdagi sunnat rotiba farzning va undan boshqa başka nafl namazlar vardı. Mana bu taravih namazı degandek bunun üstüne qildik, to'xtaldik. Endi farz namazdan boshqa yeni bir sunnat bo'lgan bir namoz var. O namaz qavm salatul kusub deydi. Yani salatul kusub degan kun tutulgan vaqtning o'zida. Kasaba degan gap arabchada kun tutuldi degan gap. Yani kun tutulgan vaqtning o'zida o'qilgan nima o namoz. Mana bu qandoq o'qiladi? Qancha rakat o'qiladi, qanday shaklda o'qiladi, men mushning ustiga nima o bor. Biz hamda kun oy tutgan vaqtning o'zida, hozirgi davrning o'zida zaman turib ketgandan keyin kun oy tutgan vaqtning o'zida tomosha ko'radigan. Ashunda bir holat shu shakllanib qoldi. Ammo islom dinimizda mushundaq kun tutilgan, oy tutilgan va undan boshqa mana bo'ron, yomg'ir, mana quyun deganidek muştaq o't afati, su afati deganidek muştaq tabiiy cho'ng ishlar bo'lgan vaqtning o'zida tomosha ko'rib emas. Bu Alloh taoloniki insonlarga evatgan bir azob bo'lgandan keyin darhol shu vaqtning o'zida Allohga istig'for etib, tövbe qilib, mana Allohga yaqindochilik qilishimiz çok kerak. Mana bu islom dinimiz asli buni nima qiladi, buyurdi. Endi hozir mana kun tutilgan vaqtning o'zida o'qiladigan nima va namoz var. Çünkü kunning tutilishi, yani kun degan shu chiqqan tatib kun o'lto'g'ishga o'lto'g'ish bo'lgan oraliqda kunning nuri yer shariga mana nima qiladi, yetadi. Mana yer shariga tushib, mana yer sharidagi narsani oydin qiladi. Shuning bilan insonlar bu yer sharidagi narsaniki o'zini andaqkan, mundaqkan deb uni ko'rib, uni bilan turmushini u davomlashtirdi. Undan oldin bu quyoshdan iborat bo'lgan asos, yani nimeniki mush mavjudat, yani hayotlikniki asos manbai bo'lgan quyoshdagi nur hamdi. Bu nima o nur asos hayotlikning manbasi. Men mushu tutilib qolgan vaqtimizda cho'ng bir alomat belgi bo'ladi, qo'rqinchli. O'chamizda biz o tomosha ko'rib undan nima qilish emas. Islom dinimiz mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnati orqali burilgan ish qavmi shu chog'ning o'zida namoz o'qish. Men namoz o'qish. Mana bu nima deymiz ona? Salatul kusub, yani salatul kusub shams. Yani quyosh tutilgan vaqti o'zidan o'qiladigan namoz degan gap. Endi kun tutilgan vaqti o'zida o'qiladigan namozdagi o'zi nafl namozdagi shakli o'xshaydi. Yani nafl namozdagi shakli o'xshaydi ekan, mana nafl namoz qancha 2 rakatdan. Uni da qanday qildi, ana qiroat va gaza binas kerakni, mana maxfiy o'qiydi, uni da nima yo'q, mana azon yo'q, takbir yo'q. Mana shu nafl namoz ashtaqcha o'qiydik. O'qandiki mana kun tutilgan vaqtdagi o'zida o'qilgan namozdagi o'zimi men mushunga nima qiladi, o'xshaydi. Ham o'xshab, men ular bilan shu kun tutilgan vaqtning o'zida hammadan bir yak yig'iladi. Yig'ilgan vaqtdagi o'zida u chog'da imom bo'ladi. Shu imom bo'lib namoz o'qiydigan odam jumi kunida juma namozni o'qitgan imom bo'lib namozni o'qitadi deydi. O başka normal bir adam okusa o nima emas deganda obdan chu emas. Chunki u yer jiq adam yig'ilgan bo'lgandan keyin shu jiq odamniki o'zida jumaga imom bo'lgan odamning o'zida hammasi e'tirof qiladi, hurmatlaydi. U uning oxirida gap bo'lmaydi. U hurmatlab, e'tirof qilib imom bo'lishga loyiq deb qaragan bo'lgandan keyin bu kun tutilgan vaqtning o'zidami yana jamoat bo'lib mushundaq o'qigan vaqtida shu juma namozidagi o'qib bergan, juma namozni o'qib bergan shu imom bo'lib nima qiladi, namozni o'qiydi. Lekin bu imom mana kun tutilgan vaqtda o'qiydigan bu namozning o'zida qiroatni oshkoricha o'qimaydi. Nafl namoz deydi-ya,
Nef namazlar degan bo'lgandiki qiroat oshkorcha o'qimaydi. Va yana xutba o'qimaydi. Ammo jumaning imomi degandiki jumadan iboati xutba o'qiydi. Ammo ma kun tutilgan vaqtda u yuzda o'qiydigan bu namozniki o'zini ma imom oxirim xutbachi o'qimaydi. Hamda paylam yakun. Agar unda bo'lmasa, hamda kun tutilib ketdi, kun tutilgan vaqtdagi o'zida qarab baxsak, o chog'da imom chu yo'q. Cüməni oxutub bergan imam yo'q yoki o'chani ko'zida bir imom bo'lganda bir odam yo'q. Odam yo'q vaqt ko'zida qanday qiladi desa, mana insonlar o'zi ayrim yakki bo'lgan holatda yo 2 rakat yo 4 rakat nima qiladi o'qiydi. Ayrim shu nafl namoz o'xshash yo 2 rakatdan yo 4 rakatdan bunda o'qishchi, u nima u durust. Endi Mujda o'qigandan keyin darhol kun tutildimi? Tutilgan vaqt mujda namoz o'qigandan keyin bu odamniki o'zi mana kun tutilgandan keyin nima qiladi? Mana shu namozni o'qib bo'lgandan keyin bu odamniki o'zi duo qiladi, hattoki kunning bo'lgan ichilgan. Kun tutilgan vaqt o'zi davomli tutilib ketmaydi. Mana shu namozni o'qib bo'lgandan keyin ya imom bilan yoki o'zi ayrim shu o'qib bo'lgandan keyin kun chiqqan qadar, kun shu ichilgan qadar Allohga duo qilib turdi. Allah'a nima qilib turdi ya da duochi qilib turdi. Buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqchi o'qigan. Men bu shaklda payg'ambarimiz zamonida bir qancha qatim bo'lganda kun tutilishlik o'zi shu vaqtning o'zida payg'ambarimiz men bu shaklda chu namozni o'qigan. Unda lekin men kun tutilgan vaqtning o'zida men shu o'qigan namozimizniki o'zi nima bo'ldi o? Men sunnat namozchi bo'ldi. Endi oy tutilgan vaqtning o'zida oy tutilibdi. Shamamda oy tutilibdi. Oy tutilgan vaqt o'zida meni har bir odam o'zi alohida namoz o'qiydi. O'chaning o'zida jamoat bilan bo'lib, o'chaning o'zida jamoat bilan o'qimaydi. Ammo u odam oy tutilgan vaqtning o'zida ayrim nima qiladi? Namozchi o'qiydi. Ayrim namoz o'qigan bo'lgandan keyin o'cha imomchi ketmaydi. O'chaning o'zida ayrim namoz o'qiydi. Shuni o'xshash yana 2 rakat ashdan nafl namoz o'qiydi. Qanday vaqt o'zida? Qorong'u vaqt o'zida. Bek qorong'u ketibdi. Qorong'u ketgan vaqt o'zida qorong'u bilan o'qilmaydigan, ko'ngilmaydigan. Men mushundoq vaqt o'zi cho'ng bir vaqa bo'ldi ani. Cho'ng bir o'zgarish. Undan boshqa shamol chiqibdi. Undan boshqa meni dushmandan qo'rqadigan mushundoq bir ahvollar bo'libdi. Men shundoq vaqtning o'zida darhol o'jag'lab undan turmasdan darhol 2 rakat namoz o'qib yani Allah Teala'dan men aşk korkunç ahval ketken kadar dua kılıp turuşu gerek. Bu sünnet. Benim muşundak okusak Allah Teala şu düşmende korkunçluğun, ondan başka şaman, ondan başka yağmur, aşında karanlıkçılık, aşında yer devreş, ot, aşında her kıl tabi afetteki üze uçağınızı ne oldu? Kedidir. Benim İslam dinimiz, bana bu her bir mümin, Müslüman diye Adem'e nispeten muş işini ne oldu? Buyuruyordu. Anlamadıkken biz kun tutulsun, ya ay tutulsun, ya ki ot afeti, ya ki su afet, ya ki bulmaydı yağmur, ya ki boran çapkın deydi. Diğerledek ya ki yer tevreş diğerledek müşte iş boğa vakti yüzüden ben amal var, bana derhal oyun tamaşa emez, derhal 2 rakat namazı okuşumuz gerek. Şununla şu ehval tüygen kadar Allah Teala'ya ne kılışımız gerek, dua çok, turuşumuz çok gerek. Hem de yine bir namaz var. Salat kusuptan başka gün tutulgan ve ay tutulgandan başka yine okulgan yine bir namaz var. Yani namaz emas, istisqa deydi. İstisqa degan gap bu Arapça tilda yani su talep qilish. Yani qurg'oqchilik bo'lib ketadi. Endi bu odamniki yemak ichmakniki asos manbai nimadan keladi? Men yerdan keladi. Yerda kelgan bo'lgandan keyin u yerniki o'zidan u chiqqan u ziraat molusini o'zi suv bilan bo'ladi. Suv bo'lsa bir narsa o'sadi. Undan keyin suv degan narsaniki o'zi bo'lmay, o'shaningizda u yerdan, mesela u yezida yoki u mahallada yoki u rayonniki o'zida ashunda qurg'oqchilik ofat bo'lib ketgan vaqtdagi o'zida qanday qilish kerak? Mana istisqa deydigan bir ish bor, mana buni cho'q qilish kerak. Ya'ni suv talab qilish shu kerak. Endi istisqaniki o'zida bizniki Hanifi mazhabda o'sha namoz o'qish yo'q. Ama başka mezhepnikide namazcı okuş var. Bizdeki Hanefi mezhepte salat istisqa qilib, yani bizdeki vaqtning o'zida, yani u yer bir yerda açtaq dihallar şu çoğ meydana, çoğ kişi er ayol hemen çıkıp aşağıda dua kıldırıp Allah Teala açtaq qildi, şunun bilan u yerda yağmur yağdı.
Bununla andaki dehqonchilik, chorvachilik ishlarini o'zi çok qildi. Mana bu asosan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki mana hadisida belirlengen nima o ish. Ondan oldin mana bu salat istisqa, yani suv talab qilgan vaqt o'zida namoz yo'q. Bizning Hanifiy mazhabda namoz yo'q. Faqat u yerda nima bor? Duo va istig'for va tövbe va. Jamoat bilan nima qildi? Lekin duo va. Lekin nima qildi? U yerda shu qurg'oqchilik apatib ketibdi, so'qib ketibdi. Mesela bizning rayonimiz boshqa yerda qurg'oq istiqbal vaqtniki o'zida ashtaq shu bo'ldi. Har ashtaq bo'lgan bo'lsa duo qildi, Allohga nima qildi? Men istig'for aytdim. Men ashunda qilsa chunki Alloh taolo meni bir yer yağmur yağdırış, bir yer yağdırmaslik deganidek ishniki o'zini kim qildi? Alloh qildi. Endi o aslida bu yağmur yağışniki o'zi insonlarga nisbatan bu asli tabiiy bo'ladigan bir ish. Lekin u yağmurniki to'xtab qilib ofat, ashta qurg'oqchilik ofat bo'lishini o'zi jazman u yerda nima bo'lgan gap, bir xato, gunoh, ma'siyat avjab ketgan gap. Bu orqali u yerda yağmur nima qilmaydi, yog'maydi. Unda o'g'an ekan u yerda xatolik o'tkazgandan keyin buni asosan u yerdagi insonlar men Allohga duo qilib, men Allohga nima qilish kerak, istig'for etib, o'ziniki bilmay qilib qolgan cho'ng kichik mana gunohniki hammasini Allohdan talab qilgan kishining haqqi bo'lsa uni yondirib beradigan mushta ishni qilsak o'chan o'zida Alloh taolo u yerga nima yondirib berdi, nima qilib berdi, yomg'ir yog'dirib suv keltirib mana mo'lusul oldiga ishchi bo'ldi. Mana bu to'g'riliq payg'ambarimiz bu to'g'riliq ham bir qancha yerdan mana oyat nima hadisda var ham oyat mu ban sura Nuh'niki o'zida anistagfir robbakum innahu kana g'affara. Yani Nuh Aleyhisselam şuna dedi ki sizler Allah'ı istig'for etinglar, Allah'a tövbe qilinglar. Mushtaq qilsanglar yursiz salama alaykum idrara. Allah Taala sizlarga yomg'irni uchun evatdi. Ana ondan keyin yomg'ir yog'ishniki, yomg'ir yog'dirishniki, yomg'ir yog'ishlik u yeriniki sababi nima ekan? Allohga istig'for etish. Va yundirkum bi amalin va banin. Allah Taala sizlarga mana bolalaringni, mollaringni jiqchoq qiladi. Unda ondan keyin bir yerda qahatchilik qilib ketishi, ochchilik qilib ketishi, mushu sababniki o'zi bu yerda nima bo'lgani sababini bo'ldi, gunoh ma'siyat chiqib ketganlik, u yerda harom ishni chiqib ketganlik, u yerda xato ishniki chiqib ketganlikdan uchun bo'ldi. Bu ishniki mana rasmiy u yomg'ir yog'ib, mo'lusul elib, mana bolalarimizniki bu shu hamma ishimizniki o dal to'g'ri joyga men o'sh holat bo'lishniki birdan-bir sabr qanday qilish kerak ekan, men tövbe qilish, istig'for etish. Mana bu Qur'oni Karim Alloh mushtaq deydi endi. Undan namoz o'qish degan gap yo'q. Shuning uchun bizniki Hanifiy mazhabda namoz o'qimay faqat duo bilan istig'for etadi. Agar bu odamlar endi istiqoga, ya'ni namoz, suv talab qilish ishga chiqqan vaqtida u odamning o'zi ayrim namoz o'qigan bo'lsa, o'chan o'zi umuksan. İmam bilan bulan emas. Hammasi ayrim namoz o'qibdi, 2 rakat, 4 rakatdan. Men bunda qismi umumin bo'lgan bo'ladi, yaxshi bo'lgan bo'ladi. O'chan o'zida biz qat'iy nima demaymiz? O qat'iy namoz o'qish bo'lmaydi demaydi. Chunki bu to'g'rilik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda rivoyat qilgan nima bor? Hadis ko'p bor. Endi suv talab qilgan vaqtdagi o'zida meni insonlarniki o'zi qanday qiladi? Hammasi cho'ng kichik, ayol, hammadan chiqadigan gap. Yosh olamdi, qayri olamdi. Chiqqandiki shu qatorniki o'zida islomiy davlat bo'lgandiki, islomiy davlatniki fuqarosi kofirlarcha yashaydi. Bu nima deydi uni? Ahli zimma deydi. Mana shu suv talab qilgan maydonniki o'ziga ahli zimmadan iborat bo'lgan bu kofirlar, mushriklar bu yerga nima qilmaydi, chiqmaydi. Chunki kofir degan mushrik Allohning nemasi kelgan kishilar va azobi kelgan kishilar. Allohning g'azabi kelgan kishilar. O'chani biz Allohning rahmeti talab qilamiz deb, o'chanimizda Allohning g'azabini talab qilgan. G'azab qilgan odam akasak o'chadi bizga nima kelmaydi, yomg'irchi yog'maydi. Shuning uchun mana suv talab qilgan odam shu suv talab qilish uchun jazmi taqvo, muttaqi, olim, hamma narsa bilgan, noit pok, harom ishni qilmaydigan, solih, muttaqi, vara bo'lgan kishilarniki asos chiqish uchun kerak. Bu jazman bo'ladi, bu bo'lmaydigan ish yo'q. Bu tarixda bo'lgan davomli bo'layotgan ish. Davomli bo'layotgan ish. Mana biz endi dehqon bo'lsak, yo chorvachi bo'lsak, yo bo'lmaydi, mana patish bo'lsak, o'chalik o'zida, mana ashula qurg'oqchilik, ashula ofat yuz bergan bo'lsa, biz mana shu bir maydonga, uchiq maydon shundoq chiqib butun insonlar yo kofir mushrik chiqmay, mana Allohga iltijo qilib, suv talab qilib, tövbe qilib istig'for etsak, Alloh darhol shundan o'zida agar duoni qabul qilsa, yomg'irchi yog'dirdi. Mana bu to'g'riliq payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi. Payg'ambarimiz mana bir kuni jumaga xutba qilgan vaqtimizda bir odam kelib, "Ya Rasululloh, hozir atrofi qaraq shundoq qurg'oqchilik ketdi. Mana
ziraatning o'zi qurg'oq o'lib ketdi, o'smadi. Hayvonotlarning o'zi bu yerda yo'qoq, yulak ko'pchi yo'qolib ketdi degan mazmun edi. Degandiki payg'ambar shuni birla shu Alloh duo qildi. O'chanizda osmonda hech qanday bir yulduz yo'q ekan. Nima? Bulut yo'q ekan. Bir duo qildi, bu yana bir yig'ibdi, majumadan ojumagicha nima qilgan? Yaqqan degan. Men mushu mazmunda bir qancha nima bor? Yetishvayim tarixda mana bir qancha yerda bu ishlar çok bo'lgan. Bu çaq emas, yoki bu nima emas. Rasmiy ashta ish bo'lsa, o'chanizda Allohga biz duo qilsak, mana istig'for etsak, o'chanizda rasmiy nima qiladi? Yağmurcu yağdırıp su ekberdi Allah Teala. Su yağdırıp verdi. Ondan sonra ki mana başına bir işler olgan olsa biz istisqa yani su talep qilish degan ishni çok qilishimiz kerak. Mana bu ishniki o'zi islom dinimizda nemisi va uniki o'rni çok bor. Mana bizniki hozirgi dersimiz mana mushak bo'lsin. Yine bir qator ko'rishkichida har birini Allohga amanat qildik va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.